Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi maktab va bog'cha xodimlari uchun O'zbekistonda barchasi bepul bo'ldi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Endi maktab va bog'cha xodimlari davlat hisobidan bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladigan barcha xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish haqida juda muhim ko'rsatma berildi. Bu tadbirlarga davlat budjetidan 71,4 milliard so'm ajratilgan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.